Mijozlarimiz bizning fasad ishlarimizni bajarganimizdan keyin qilgan ishimizga garantiya va uni necha yil xizmat qilishini so'rashadi. Ishimizga tasdiq sifatida 2018-yil topshirilgan, bajarib bergan ishimizni ko'rsatishimiz mumkin. O'sha paytda o'z moddasiga ega bo'lgan 3D faktura deyiladi va sariq rang mana 6 yildan oshibdiki, 6-yil ketyaptiki, o'z rangini o'zgartirmasdan o'z sifati maromida zo'r bo'lib turibdi. Bu finish qatlam bo'lgani uchun uni tagidagi qilingan ish, ya'ni suvoq yoki uni tagida o'tkazilgan ish to'g'ri bajarilgan bo'lsa, asosiy qatlam uzoq yillar xizmat qilib beradi. Bunga yaqqol misol qilib, mana bu devorimizdagi holatni keltirishimiz mumkin. Asosiy qatlam turibdi, ahamiyat berishimiz mumkin. Lekin uni tagidagi sho'r, nam va suvoqdagi mana bunaqa o'zgarishlar bo'lgandan keyin albatta asosiy qatlamga ham ta'sir qiladi va bu devor mana shunaqa sifatsiz ko'rinishga olib keladi. Bundan oldingi videodagi holat bo'lmasligi uchun asossi to'g'ri suvoq bo'lishi kerak, to'g'ri material ishlatilishi kerak va unga namgarchilik tagidan chiqmasa, sho'ri chiqmasa, uzoq yillar zo'r sifatda ko'rinish beradi, xudo xolasa. Ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, fasad ishlarini bajarmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'yaverasiz.